yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Ey musulmonlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashingiz, shunda Alloh sizni yaxshi ko'radi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh taolo bu haqda aytadiki: ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar Allohni sevsangiz menga ergashing, shunda Alloh sizni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh kechirimli va rahimlidir. Oliy Imron surasi 31-oyat. Demak, Allohni biz yaxshi ko'ramiz. Alloh bizni yaxshi ko'rish uchun biz nima qilishimiz kerak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishimiz kerak. Rasululloh, men shunchaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'raman deyishimdan ish bitmaydi. Yoki men mavlud qilaman deyishimdan ish bitmaydi. Mavlud bilan ish bitmaydi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamma narsada ergashish bilan ish bitadi. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamma narsada ergashsa, Alloh uni yaxshi ko'radi va qo'shimchasiga Alloh uni mag'firat qiladi. ويا أيها المسلمون اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم عن العباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجس. Ey musulmonlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, u zotning sahobalari radhiyallohu anhuning yo'llariga ergashingiz. Irbod ibn Sariya radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: sizlar mening sunnatimni hamda hidoyat topgan to'g'ri yo'ldagi xulofai roshidinlarning sunnatini lozim tutingiz, uni mahkam ushlangiz va uni oziq tishlaringiz bilan mahkam ushlangiz. Abu Dovud va Termiziy rivoyati. Ya ayyuhal muslimun tamassaku bi kitabillahi va sunnati Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam فإنكم لن تضلوا أبدا ما تمسكتم بهما. عن مالك بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ey musulmonlar, Allohning kitobini va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini mahkam tutingiz. Modomiki u ikkisini mahkam tutar ekansiz, aslo adashmaysiz. Imom Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilarki: sizlarning ichingizda ikki narsani qoldirdim. Modomiki u ikkisini mahkam ushlar ekansiz, hargiz adashmaysiz. Ular Allohning kitobi va uning nabiyning sunnatidir. Nasallohu taala أن يتقبل دعاءنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل بقاع الأرض. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.